Siz bir umr beliz bukilib ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Erkakning kuchi mana bu muskullarda emas, balki pulida, obro'sida. Sizni menga beradigan nimangiz bor? Rayhon, senga nima bo'lyapti? Men adashdim. Ahmoq ekanman. Siz Davron akaga o'xshab menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilizki buguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Ko'zim ko'r ekan. Endi keting.